Assalomu alaykum. Bizni YouTube'da kuzatib turgan qadrdonlar, yana bir yangi obyektga xizmatga keldik. Qadrdonlar, ushbu obyektimiz joylashgan joyi Namangan viloyati Namangan tumani Xonobod qishlog'ida. Xonobod qishlog'ida hozir ichkariga kirib ko'rsatamiz. Bitta akamiz qaltarashga uy solganlar. Bir etaj, ikki etaj qilib, ikkinchi etajini qushxona qilar ekanlar. Akamiz qushlarga rosa qiziqar ekanlar. Sizlar bilan birgalikda ichkariga kirib ko'ramiz. Qadrdonlar, sizlar bilgan Dilshodbek Penachi jamoasi yuklarda, instrumentlarda, mahsulotlarda olib kelib ish jarayoniga tayyorgarlik. Ichkaridan videoni davom ettiramiz. Qadrdonlar, akamiz shunaqa qushlarga qiziqib qush boqar ekanlar. Boshqa ish qiladilar, hovlining ichida qo'shimcha biznes. Qushlarni uchib yurishini endi xudo xolasa shu qushxonani ash tarafga obyektimizga ham chiqib ko'rsataman. Shu obyektimizni tom qismiga ko'chirar ekanlar. Har turidan bor ekan qushlarda. Qadrdonlar, bu tuxumlayotganlari ham, yangi ochganlari ham bor ekan. Bu tarafda yana qimmatlari. Oq ham chiroyli ekan. Bu tarafda ham yana sayra bordi. Qadrdonlar, tomga chiqib videoni yana davom ettiramiz va tafsil gapiraman. Qadrdonlar, obyektimiz shu holatda. Pastda qushlarni ham ko'rsatdim. Shovqin bo'lib ketdi, shu sababli pastga chiqdim. Qushlar beganasiradimi, rosa chir qilib sayrab borishdi. Akram boylar materiallarni yozib, yangi obyektimizda ish jarayoniga tayyorgarlik. Abroznoy balka tashlangan. Buni ustiga biz gipsdan penalon bos quyib beramiz. Undan so'ng bu tarafga mash ustullardan bu tarafiga bu ustullardan bu tarafiga qushxona o'rnaydi. O'rta yo'lak bo'ladi. Aka, mahsulotimiz ko'p, DJ nega turib bermaydi lekin desam, uka issiq sovuqda zo'r ishlaydimi? Dedilar, xudo xolasa issiq sovuqda zo'r ishlaydi. Sinovdan o'tgan, lekin yuk ko'tarish qobiliyati rosa zo'r emas, yo'llasha sinishi mumkin desak, mana shu ustun bilan bu ustunning orasiga, ikkalasining orasiga biz 8-10 sm holatiga kelishdik, 8-10 sm holatiga kelishdik. Shunaqa quyib beramiz. Undan so'ng akamiz mana shu ikkala ustunning o'rtasiga 5 sm pilis holatiga steshka qo'yar ekanlar. Steshka qo'yaman. Polностью steshka qo'yadigan bo'lsam, nagriz ko'p ketadilar. Mana shu joyga ko'rsalaring, mana перегородка devor ham o'tgan. Biz mahsulotimizni quyib berganimizdan keyin ustiga steshka qo'yar ekanlar. Bu taraf o'sha qushxona, bu taraf ham qushxona. Mana shu joydan kirish bo'ladi bu tarafiga. Bu tarafdan ham kaptarlari bor ekan. Mana shu joydan shundoq kaptar yoqlar ekanlar. Akamiz qushga rosa qiziqar ekanlar. Hozir kaptarlar ko'rinib qolsa, qushlarni ham ko'rsatib qo'yaman. Shipirda yurib shikil qur qilyapti. Chiqarib yuborganlar, adashmasam tepamizda shipirda turibdi. Qushlar. Mana qadrdonlar, kaptarxona. Ichkarida bor ekan. Pastda yana ajoyib tovuqlar. Parranda qush zotiga akamiz roza qiziqar ekanlar. Endi hozir sementga o'tib kelaman. Ish jarayonida ko'rishguncha qadrdonlar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa yana bir yangi obyektimizni inshaalloh chiroyli tarzda yakunlab o'z egalariga topshiramiz.
qilmang go'zallar. Siz jonim qasdida yurmang go'zallar, yuragimni poralar qilmang go'zallar. Mayliga bor bo'lsin sho'xliklaringiz, hech namlar ko'rmasin kipriklaringiz. Mayliga bor bo'lsin sho'xliklaringiz, hech namlar ko'rmasin kipriklaringiz. Sizga ham qo'shilib sheriklaringiz, yigitlarni ustidan kulmang go'zallar. Sizga ham qo'shilib sheriklaringiz, yigitlarni ustidan kulmang go'zallar. Siz jonim qasdida yurmang go'zallar, yuragimni poralar qilmang go'zallar. Siz jonim qasdida yurmang go'zallar, yuragimni poralar qilmang go'zallar. Yana bir bor assalomu alaykum. YouTube'da bizni kuzatib turgan qadrdonlar, Xudo xolasa Namangan tumanidagi Xonobod qishlog'idagi yangi obyektimizni ham inshaalloh chiroyli tarzda yakunladik. Qadrdonlar 2 suli 10 sm pils holatga qo'yib berdik. Ushbu obyektimizni imkon darajada tekizlab chiqarishga harakat qildik. Sababi bu joy qushxona bo'ladi. Ana shu tarafga hali videoni boshida aytganimdek stejga quyishadi, bu taraflarga, keyin o nari tarafga qushxonani o'rnatishadi. Pastda qushlar, ekranboylar, instrumentlarni yig'ishtirib xizmatda. Hozirlar bilan birgalikda qatgan bo'lsa pastga tushamiz. Hali qatib o'rmabdi-da. Qadrdonlar, tom shu holatda. Hozir o'tdik, oyoqni izi pastdan chiqqan loyni izi botmagan. O'chib ketadi shundoq qilsa. Xudo xolasa oyoq botadigan joylari kelmaydi, lekin videolarda aytib kelyapmiz, o'ta ko'p DJnaga ozgina yo'qroq. Sababi pena konsentrat qo'shilganligi uchun ozgina yumshoqroq chiqadi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Obyektimizni polностью bitta sizlarga ko'rsataman, shu bilan videoni yakunlaymiz. Mana shu pena blokka Xudo xolasa boshqa obyektlarda ham ko'rganmiz. Mana shu joylariga ham trashinalar tushmaydi. Cheti bilan germetichni chiroyli qilib imkon darajada yopib berdik. Ushbu obyektimizni ham o'z egalariga topshirdik. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, doimo aloqadamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Keyingi obyektlarda ko'rishguncha salomat bo'linglar, aka-uka opa-singillarim.